Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan birga Cobalt. Bugun biz Minecraftdagi resurs paklar haqida gaplashib o'tamiz. Minecraftdagi resurs paklar bu FPS ni ko'tarishga va sizning jang qilishingizga qattiq yordam berishi mumkin. Masalan, men oddiy Minecraftda turibman, mana oddiy. Biz bo'lmasa videoni boshladik. Mana men oddiy Minecraftdagi resursdaman, oddiygina resurs. Hech qanday narsa qo'shilmagan, mana olovda yonadi va yarim ekranni to'sib qo'yadi. Va mana krit. Hamma narsani ko'rib olishingiz mumkin. Men Minecraft 1.1.5 da o'ynayapman. Mana hamma narsasi oddiy. Endi resurs pakni qo'shamiz. Mana resurs pakni ham qo'shib oldik do'stlar. Mana hamma narsamiz o'zgardi. Jihozlarimiz, narsalarimiz, inventorlarimiz. Mana bu tor edi, mana oddiygina tor. Siz YouTube'dagi bedwarslarda ko'rganingizda bloklar mana shunaqa bo'lib turganda, shu bloklar har doimgidek shunaqa bo'lib turibdi. Mana bizning narsalarimiz, qilich, lava, qurol, totemimiz ham o'zgargan. Va bizning mana odam urganmiz. Totemimizni qo'lga ushlaymiz. Mana totemimiz. Biz bu totem bilan o'lsak har xil ovozlar chiqaradi totem. Va bu resurs pakning yaxshi tomoni, biz qilichimiz ko'p joyni egallamaydi. Oddiygina urib yursak bo'ladi. Qilichimiz ko'p joyni egallamaydi. Va biz olovda yonsak ekranni egallamaydi mana. Boya egallagandi, endi esa olov ekranni yarim ekranni egallab olmaydi. Bu bizdagi dushmanimizda yondiradigan qilich bo'lsa, bu bizga foyda yoki zarar ham qilmaydi. Ta'sir qilmaydi, xalaqit qilmaydi olov. Endi totemimizning ovozini tekshirib ko'ramiz. Mana ovozi boshqacharoq ekan totemning va musiqa aytar ekan. Bu hech qanaqa montaj emas, o'zingiz tekshirib ko'rishingiz mumkin. Endi resurs pakni qanday qo'shish kerakligini aytaman. Buning uchun bizga resurs pakni skachet qilishimiz kerak bo'ladi va uni qayerdan yuklab olishni aytaman. Yaqinda men Telegram kanal ochaman, o'sha yerga resurs paklarni joylab o'taman. Bu bittagina resurs pak xolos, hali ko'p resurs paklar bor. Mana bizning menyumizga o'tib oldik. Bu yerdan settings degan joyga o'tasiz. Resurs pakni qo'shgandan keyin qilinadigan narsalar va bu yerda har xil resurs paklar bor mana. Men hozir mana bu qiz turgan resurs pakni qo'shdim. Endi mana bunisini qo'shib ko'rsataman. Mana buni qo'shasiz va qo'shilgandan keyin u bu yerga o'tadi va siz X ni bosasiz. Mana o'zgarib ketdi hammasi. Mana boyagi yerga kiramiz. Mana boyagi yerga kirdik. Mana hamma narsa o'zgardi. Qilichimiz juda ham kichkina bo'lib qoldi, chunki u ekranga qarshi turmasligi kerak. Va olmosli blokimiz ham o'zgardi. Mana biz olovda yonganimizda hech qanaqa olov ko'rsatib turgani yo'q va zoom in urganimizda mana. Totemimizni tekshirib ko'ramiz. Totemimiz mana juda ham kichkina bo'lib qolgan, chunki bu ekranni egallamasligi kerak. Mana totemimiz ko'rib turganingizdek juda ham kichkina va ovozi ham hozir tekshiramiz. Ovozi oddiygina ekan. Hammasini tekshirib o'tdik. Endi Telegram kanal ochgandan keyin opisiyaga yozib qo'yaman. Telegram kanal opisiyada bemalol borib resurs paklarni yuklab olishingiz mumkin, faqat shu Minecraftdagi versiyaga. Xayr aziz obunachilar, keyingi videolarda ko'rishguncha yana bundan ham ko'p va qiziqarli videolar chiqarib o'taman.